Haqiqatdan ham bu videoni yarim kechasi ko'rdim. Zakaz qilay desam 350 ming nima ham qilardim, tayyorlab ko'rmasam bo'lmasdi. 100 mingga kerakli narsalarni olib kelib oldim va tayyorlashni boshladim. Demak, maydalab olingan pechenyeni eritilgan sariyog' solib aralashtirib olamiz. Sizlar ko'rib turgan qolipimizni ustidan quyib, ustini tekislab olib 15 daqiqaga muzxonaga yuboramiz. Tezda tvorojnisini tayyorlab olamiz. Agar xohlasanglar o'rniga suzma ishlasanglar ham bo'ladi. Ikkita tuxum, shakar solib aralashtirib olamiz. Ketidan qaymoq bilan shokoladni mikrovolnovkada eritib olib, massa ustidan qo'yib aralashtirib olsak bo'ldi. Eng oxirgi jarayon. Qolipimizga massamizni quyamiz, tagidan qaynoq suv qo'yib duxovkaga yuborib olsak bo'ldi. Pishib chiqqach kamida 2 soat sovutamiz. Xavotir olmanglar qizlar, tezda qotadi. Shokoladimizni ustidan quyib olsanglar bo'ladi. Agar xohlasanglar shokoladni pasta qo'ysanglar ham bo'ladi. Qizlar, nimani kutib o'tiribsizlar? Hozir tayyorlab ko'ringlar. 350 mingga sotib olgandan ko'ra tayyorlab ko'rganingiz yaxshi emasmi?